2 sotixli uy. Bu yoqda darvozasi bor. Mashina qo'ysa ham bo'ladi. Bu yog'i asosiy ko'chani yoqasida yaqin. Kirganda uzun koridor opay qilingan. Chap qo'lda spalni. Shifonyeri, spalni divan, oynalar jalyuzi qilingan, tumcha bor. Gilamlari hammasi qoladi. Spalni, shifonyer hammasi qoladi. Asosiy eshikdan kirgan o'ng qo'lda detskiy xona. Bu yerda gilamlar bor. Bego'y doroshka, oynalar jalyuzi, отопление. O'ng qo'lda banya, LG avtomat kir mashina, batareyka yangi turi, sujolka. Banya zo'r sharoitda. Motorli vitishkalar qilingan. Umuman hid qolmaydi banida. Oxirgi xona mehmonxona. Termo. Burchakda Wi-Fi bor. Wi-Fi ishlaydi. Jalyuzi, 32 lik televizor. Wi-Fi ga ulab Smart TV'da, YouTube'da xohlagan kanalni ko'rsa bo'ladi. Internetga mo'ljallangan televizor. Oxirgi xonamiz oshxona. Oshxonada ham barcha sharoitlar bor. Xolodilnik qoladi. Kirali oshxona idishlari bor. Jalyuzi qilingan bu ham, pardalar, gilamlar. Shu videodagi barcha sharoitga ega. Keyin issiq suv, sovuq suv 24 soat chiqadi. Qo'shimcha отопление xohlasa ariston qo'yilgan, motor qo'yilgan. Suv 24 soat o'chmaydi. Gaz, svetdan, suvdan hech qanday muammo yo'q. Konditsioner ham bor. Barcha qulay sharoitlarga ega.